Doktor, doimo sog'lom bo'lish uchun 5 ta hayotiy tavsiyalaringiz. Asosiysi o'z vaqtida to'g'ri uxlash. Soat 10 dan keyin uxlash kerak. 10 gacha hamma ishni bitirib olishga harakat qilish kerak. O'z vaqtida to'g'ri ovqatlanish, ya'ni tabiiy mahsulotlardan ko'proq foydalanish kerak. Uchinchisi, iloji boricha stress olmaslikka harakat qilish kerak. Bilasizlar, stress olgandan keyin immuniy sistema susayib ketadi, har xil kasalliklarga chalinish boshlanadi. To'rtinchisi, o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib turish. Ya'ni sog'lom bo'laman degan odam o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak. Oddiy misol, tishga keladigan bo'lsak ham 1 yilda 2 marta stomatolog ko'rigidan o'tib turilsa, ya'ni chaynash yaxshi bo'lgan joyda hazm yaxshi bo'lsa, yeb ichayotganlarimizda yaxshi so'rilgandan keyin organizmimizda baquvvat bo'ladi. Bu misol uchun bu tish. Burunga taalluqli joylari ham bor. Masalan, burundan nafas ravon bo'lmasa, moddalar almashinuvi, ya'ni o'z vaqtida kislorod yaxshi yetishmagandan keyin moddalar almashinuvi buziladi. Beshinchisi, kasallanganda kasallikni to'g'ri davolash, ya'ni dori-darmonlardan to'g'ri foydalanish. Har bitta ichilayotgan dorilar shifokor nazorati ostida bo'lishi kerak. Ana shunaqa holatlarda odam sog'lom, baquvvat yuradi.